Assalomu alaykum Secret Avto obunachilari. Bugun biz mana Hoji akam bilan birgalikda yomg'irli ob-havo sharoitida BYD Yuvanab elektromobilni test sinovidan o'tkazgani yo'lga chiqamiz. Adirda qilganimizni chempiondagini bunda qaytaramiz ekan. Aka, bu elektromobillarda shaharga nima qulayliklar yaxshi? Qulaylik emas, joyini o'zi yo'q, hamma taraflama qulay. Faqat endi bitta narsasini buni test qilib sinovdan o'tkazib ko'rish kerak edi. 401 kilometr batareyasi yetadigan bo'lsa, bolalarga o'zi topshiriq qilmoqchi edim. Sinanglar, aytaman, ponni zaryadkasi bilan bir kun kechga davr yuraylikchi qanchaga yetadi. Mana o'zi bugun ham bekardan bekarga chiqib ketmayapmiz. Test qilib, Adirlikda qanaqa harakatlanishlarigini odamlarga ko'rsatib berish uchun chiqib ketyapmiz. Действительно, mashina yumshoq ekan. Endi Adirlikda qanaqa harakatlanadi, uni oldindan ayta olmayman. Adirlikka chiqib ko'rsak bilamiz. Menimcha, men ko'rgan holatim chempion bilan bir xilda turibdi-da mashinaning balandligi. Harakatlanishi ham Adirda shunaqa bo'lsa kerak degan umiddaman. Hozir zaryadkasini qaydan ko'rsak bo'ladi? Bunda mana hozir senga zaryadini ko'rsatib beramiz. Energiyaga kiramiz. Energiyaga kirganimizda mana batareyamizda 15% batareyani zaryadi bor ekan. 15% zaryadkamiz 61 kilometrga yetadigan zaryadka bilan chiqib ketyapmiz ekan. Bobur, mana bizni nimamiz Adirli yo'limiz boshlandi. Sinov yo'limiz. Ha, mana Adirli yo'li balandlikni ko'ryapsan, mana balandlik o'sha. Obunachilar va nihoyat biz manzilimizga yetib keldik. Test qilishni boshlaymiz. Videoga like, komment bosishni unutmang. Kuzatamiz, davom etamiz, ketdik. Mo yo'lni qarang, yo'q. Yomon chuqur. Obunachilar mana ko'rib turibsizlar. Men o'zim chiqishga qiynalyapman. Mashinaning chiqib ketishini ko'ryapsizlar-ku. Tortishini qara. Ketishini qarang. Buni men qiynalib ketdim. Qiynalamayapti, anaqa qilib qo'ymayapti. Bobur, bunda ham o'sha yo'l torga o'xshabki, duh yetmayapti. Yo, riskovat qilib bo'lmaydi ekan. O'sha bitta mashinani o'zi sig'adigan joy turibdi-da, orqaga qaytib olishga. Bobur, bu yerda orqaga qaytib olishga imkoniyat yo'q ekanda, razvorat qila olmayman. Duxi borlar lekin qo'rqmasdan mashinaga javob chiqsanglar bo'lar ekan. Men tortgan. Qara, mana ko'rsating, qanday mashina turishini ko'rsating, o'sha qanday holatda turibdi. Mashinaga o'tirganingizda ko'rmaysiz-da, mana yerda ko'rmaysiz-da. Yo'q, hech qanaqasiga iloj. Shuning uchun qo'rqdim-da. Yomon, baland past yo'llar turibdi. Ash joyga bitta solib ko'ramiz. Mashina arziydi. Bobur arziganda ham o'zini narxidan ham ziyodasiga arziydi ekan. Haqiqatan gibriddan ham ko'ra mo'shniyroq ekan. Bemalol like ham bosinglar, kommentni ham yozinglar. Kimga qanaqa, balki haydashdan noto'g'ri haydagandirmiz, kommentda yozib beringlar, nima harakatlanishimiz kerak. Keyingi safar yana qaysi mashinani obzor qilib berishimizni shu Adirlikda olasizlar, obunachilar, kommentda yozinglar, like bosinglar. Rahmat. Sinadik, Qiynadik deysan. qiynadik. Zaryadkasini ham bir ko'rib qo'yaylik endi. 6% rasxod qilgan bo'lyapmizmi? 15 midi? 15 edi. Keyingi safar chiqmagan 9ga chiqamiz. Xudo xolasa inshaalloh. Endi qaysi mashinada chiqamiz? Kommentda yozsa obunachilar yozishib qo'yadi. Obunachilar kommentda yozsa shu mashinada chiqamiz. Xudo xolasa.